Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidagi ishtirokini yakunladi va e'tibor bergan bo'lsanglar, Qo'shma Shtatlarga kelganimdan buyon terma jamoamizning o'yini haqida, uning natijalari xususida fikr bildirganim yo'q. Chunki terma jamoamiz a'zolarining aksariyati, yetakchi futbolchilari, asosiy o'yinchilari Instagramda meni kuzatishadi va bunaqa sharoitda ularga ruhiy bosim o'tkazish, musobaqa paytida chalg'itish yoki xayollarini negativ bilan to'ldirish fikridan uzoqda edim va ana endi nazarimda fikr bildirsak bo'ladi. Undan avval esa terma jamoamizni O'zbekistonni har bir shahridan turib qo'llab-quvvatlagan, kechasi uxlamasdan futbol ko'rgan, qolaversa viza bilan bog'liq muammolarni bartaraf etib Amerika Qo'shma Shtatlarigacha yetib kelgan, Amerikada istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimizga, qolaversa Qo'shma Shtatlarda yashovchi Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik, Tojikistonlik, qolaversa Turkmanistonlik hamma muxlislarga kattakon rahmat etmoqchiman. Futbolchilarimiz nomidan, o'zbek futbol jamoatchiligi nomidan. Ana endi natijalar haqida. 3 ta o'yin, 3 ta mag'lubiyat. Bundan yaxshiroq bo'lishi mumkinmidi? Albatta mumkin edi. Kolumbiya bilan o'yinda minimal hisobdagi mag'lubiyat, Portugaliya bilan minimal hisobdagi mag'lubiyat. Men ikkita terma jamoani yutishimiz yoki durang o'ynashimizga o'zim ham ishonmagandim. Xo'sh, Kongoni hech bo'lmasa yutishimiz yoki durang o'ynashimiz shartmidi? Albatta shart edi. Ha endi hamma aybni 3 ta mag'lubiyatdan keyin bosh murabbiyga ag'darasizlar deydiganlar uchun. Men o'tgan yili 2-oktyabr kuni Fabio Cannavaro tayinlanishi aniq bo'lganda, o'zimning munosabatimni Instagramdagi sahifamga yozib qoldirgandim. Yaxshilab bitta o'qib ko'ringlar deb. Fabio Cannavaro 13-oktyabr kuni O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida Urugvayga qarshi o'yinda debyut qilishi mumkin. Bu haqda insider Fabrizio Romani xabar bermoqda. 2006-yili dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan italiyalik mutaxassis murabbiylik faoliyati davomida Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Ahli, Xitoyning Guangzhou va Evergrande, Xorvatiyaning Dinamo klublarida hamda Xitoy terma jamoasida faoliyat olib borgan. Fabio Cannavaro'ni tayinlanishida ishtirok etgan, unga shartnoma taklif qilgan, bu g'oyani bergan odamlarga bitta savolim: niyatingizga erishdinglarmi? Srechka Katanets o'choq yoqdi, Timur Kapadze oshni damladi, suzishga nimaga aynan Cannavaro'ni chaqirdik? Eslatib o'taman, 13 yildan beri murabbiylik faoliyati bilan shug'ullanadigan Fabio Cannavaro murabbiylik faoliyati davomida bitta natijaga erishgan: Xitoy chempionligi 13 yil ichida. Eslatib o'taman, futboldagi Xitoy bu siyosatdagi Xitoy emas va uni chempionatida g'alaba qozonish Italiya, Ispaniya yoki Angliya chempionligini qo'lga kiritish bilan barobar emas. Va o'zi umuman aholisini asosiy qismini daromadi, oylik maoshi $400 dan oshmaydigan mamlakat uchun 4 million yevrolik murabbiyni olib kelish qanchalik sog'lom fikr? Futbolda odatda murabbiy natijaga erisha olmasa, qo'yilgan vazifani uddalay olmasa ishdan ketadi. Kapadzeni nima sababdan bo'shatdik? Jahon chempionati yo'llanmasini oxirigacha qo'lga kiritib bergani uchunmi? Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishimizda Jaloliddin Masharipov, O'tkir Yusupov, Aziz Turg'unboyev kabi futbolchilarning o'rni beqiyos edi. Xo'sh, nima sababdan aynan bittasi turnir arafasida tarkibga kiritilmadi, ikkinchisi qaydnomadan so'nggi soniyalarda sirli ravishda olib tashlandi, uchinchisi musobaqa davomida birdaniga ikkinchi darvozabonga aylanib qoldi?